Biz endi bugungi kunda to'lqinli minutlar o'tkazamiz, chunki ikkinchi sezon o'ta turgan Yana Yulduz konkursimiz bugun jenguvchilarini belgilayacak. Bizning finalga chiqdi 7 konkursantimiz. Ular borsida taniqli, ular borsida жеңу үшін тырышалар, алар қойсы ғана жеңсе біз шарт болармыз. Бұны енді біздің жүлде әкімдері белгілейшек. Енді жеңуші біздің жарысшымыздың биыл өтешек бірінші тапқар İlham Şakir büyük şaşırmaz, büyük artistimiz bizning xalqning ismini yetgan İlham Şakir zalında Qozon Expo'da o'tkazilgan Tatar festivalida qatnashdi. Onda onun qatnashuvi onun uchun zo'r sahnada, zo'r yo'llarda o'tgan birinchi odamlar bular. Ondan sonra biz bilamiz, bu jarchi bilan, jenguvchi bilan yil ichida biz professionallar bilan ishlaymiz. Biz ana mümkün göz bardığı işle kullanıp alga ko'tarishga tirishamiz. Ana so'nggi Rahmat sizga.